Xabarlashamiz. Aka, menga qarang, hali bir kun vaqtingiz ham ketgani yo'q-da. 52 mingga berib yuborsangiz bo'lardi-yu, sharoitimni tushuntiribsiz aka. Ukam, sen savdoga aralashma dedimmi? Sen bilan baylashdik, men 2000 ga ishlamayman. Bu odamning puli bor. 54 ga tiqib yuboraman shu odamga. Ishon? Savdosini qilib yuboraman. Ya mayli, plus vaziyatimni sizga men tushuntirdim-ku aka. Sen vaziyatingni bilib turibman. 3-4 kunda savdosini qilaman dedimmi? Bir kun o'tmadi oradan hali. Hali 3 kun bor orada. Ish bor menda. Telefonlashamiz. Sog' bo'l. Alo. Ha, ukam yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? Charchamaysan? Ha, ukam sotamiz dedim uyni, muammo yo'q. Aytdim-ku, hadeb qo'ng'iroq urmaydi endi, bo'ldi, sotamiz. Bo'ldi, hal qilamiz. Sog' bo'l. Ukam, qo'ng'iroq urar ekanda, voy, seni uyingdan ko'proq foyda qiladigan joy bor. Go'sht bor senda. Uyga kirib ketmasam bo'lmaydi. Ha, Shuhrat. Assalomu alaykum, Do'ron aka. Aka, tushunsiz, charchamayapsizmi? Men dedim. Yana mazasi bo'lmayapti aka, ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Bilmayman, o'zidan ketib qoldi aka. Yuring.